Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va aziz yurtdoshlarimiz. Bizda Toshkentdan Kazan, Ufa, Perim, Orenburg yo'nalishlari bo'yicha qonuniy avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Bizda reyslarimiz haftasiga 2 kun, har seshanba va juma kunlari Toshkent avtovokzali o'zidan soat 18:00 da amalga oshiriladi. Bizda mazal Toshkent avtovokzali 2-etaj keling va o'z biletlaringizni xarid qiling. Turpar va Konur tomonidan yo'lga qo'yilgan avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun quvvatlagichlarimiz va kullerlarimiz mavjud. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogramgacha bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Bizda ijtimoiy tarmoqlar ham faoliyat yuritib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarimizdan Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kabilari faoliyat yuritib turibdi. Bu ijtimoiy tarmoqlar orqali siz o'zlaringizni savollaringiz va murojaatlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta ularni o'qib chiqamiz va sizga javob yo'llaymiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali avtobusning sharoitlari bilan yaqindan ham tanishib chiqish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, bizda biletlar soni cheklangan. Tanlovda adashmang. Sog' bo'ling.